Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun sizlar bilan Abdulla Qahhorning Sinchalak asari haqida so'z yuritamiz. Muallif bu qissani 1958-yil yozgan. Qissa shu kungacha bir necha marta nashr qilingan. Qissa o'quvchilar hamda tanqidchilar tomonidan yaxshi kutib olingan. Asar Saida ismli o'zi kichkina, nimjon bo'lsa ham osmonni ko'targulik quvvati, g'ayrati bor qiz haqidadir. Adabiyotshunos Ozod Sharofetdinovning yozishicha, Abdulla Qahhor Saida obraziga hozirgi ilg'or o'zbek ayolining xarakterli, tirik sifatlarini umumlashtiradi. Sinchalak qissasida mehnatkash, fidoyi va irodali ayol obrazi orqali qishloq hayoti, odamlarning mehnatga munosabati va jamiyat taraqqiyoti masalalari yoritiladi. Asarning bosh qahramoni Saida halolligi, qat'iyati va adolatparvarligi bilan ajralib turadi. Saida qishloq hayotida uchrab turadigan turli muammolarni hal qilishga intiladi va atrofdagi odamlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sinchalak asari O'zbekistondagi kundalik hayotning hazil-mutoyiba bilan aralashgan keskin tanqidini aks ettiradi. Asarda bosh qahramon Sinchalak sifatida tanilgan odamning hikoyasi orqali jamiyatdagi ikkiyuzlamachilik, mansabparastlik va qoloqlik masalalari fosh etiladi. Abdulla Qahhor bu asarda o'zining o'tkir satirik uslubini namoyon etadi. Har bir sahifa hayotiy haqiqatni kulgili, lekin ayni paytda achinarli tarzda ko'rsatish mahorati namunasidir. Qissaning eng kuchli tomoni oddiy odamlarning hayotidagi kulgili, lekin chuqur ma'noli voqealarni tasvirlangan. Bu asar nafaqat o'tmishdagi kamchiliklarni, balki bugungi kundagi ijtimoiy muammolarni ham ko'z oldiga keltiradi. Abdulla Qahhorning bu qissasi har doim dolzarb bo'lib qoladigan insoniy zaifliklar haqidagi ajoyib qissadir. Siz aziz kitobxonlarga ushbu asarni o'qib o'rganishni tavsiya qilaman.